$1,750,000 baholangan uyimizda mehmondaman. Aynan xuddi shu lokatsiyadan o'zbeklarimiz 2024-yilda birinchi kvartalda eng ko'p uy sotib olish bo'yicha top 10 da turgan butun dunyo bo'yicha va sababini menimcha manzaralarni o'zi aytib turibdi. Bu uyimiz Palm Jumeirah bilan Dubay Marinaning o'rtasida joylashgan, alohida bo'lgan orolda joylashgan, o'zining alohida bo'lgan plyajlari va plyajlar bo'yida infrastrukturalar уже почти tayyor bo'lgan. Bu yerda har xil magazinlar, kafelarni topsangiz bo'ladi. Communityning o'zining alohida bo'lgan moli mavjud bo'ladi keyinchalik va alohida aylanish uchun parklari. Bundan tashqari binoning o'zining ham bir qator qulayliklari mavjud va menga yoqqan yana bir eng zo'r narsa bo'lsa, bu yerda skydiving joylashgan. Ya'ni ertalabda siz kofengizni olib balkoningizga chiqqaningizda parashyutdan sakrayotgan odamlarni ko'rsangiz bo'ladi va buni taassurotlari, atmosferalari umuman boshqacha. Va bu uyimizni bahosi $1,750,000 deganimda bu mahalladagi eng zo'r narxlardan bittasi. Chunki застройщикlardan, ya'ni qurilish kompaniyalaridan spremo oladigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa 3 yotoqxonali 178 kvadrat metrga joylashgan shunaqa manzarali uy olaman degan bo'lsangiz, minimalni siz 2,8 million to'laysiz va u uy 4 yilda tayyor bo'ladi. Bu uyimiz bo'lsa juda ham ajoyib narxda va kirib yashashga tayyor. Siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz?